Dasturimiz davom etadi. Andijon harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan Andijon tumanida "Men vatanparvarman" shiori ostida o'quvchi qizlar o'rtasida ko'rik-tanlov o'tkazildi. Hozir shu haqda. Tadbirda so'z olganlar jismonan sog'lom, ma'nan yetuk yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayoniga daxldorlik tuyg'usi bilan yashaydigan, mamlakat ravnaqiga munosib hissa qo'shishga intilayotgan yosh avlodni voyaga yetkazish masalasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini alohida ta'kidladilar. Tashkil etilgan ko'rik-tanlovda o'quvchi qizlardan tashkil topgan 3 ta jamoa 5 ta shart asosida o'zaro bellashdilar. Qizlar bilim va iqtidorlarini namoyish etish bilan birga vatanga sadoqat, ma'naviy barkamollik va ijodiy salohiyatni ham ko'rsata oldilar. O'quvchilarning jismoniy qobiliyati va mahorati hakamlar hay'ati tomonidan munosib baholab borildi. Albatta, har bir jamoa maydonda g'alaba qozonish maqsadida harakat qiladi. G'olib bo'lgan jamoalarga faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, tadbir davomida o'quvchi qizlar tomonidan o'qilgan vatanni, ezgulikni madh etuvchi she'rlar, go'zal raqslar tadbirga mazmun va shukuh kiritdi. Otamakonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman beda poyangga, bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam boshni tik tutib der, tog'laring ortimdan ergashib yurar, ko'rdim suluvlarning eng faranglarin, yo xudbinman, yo bir sodda kasmanman, Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga almashmasman man. O'tkazilayotgan bunday ko'rik-tanlovlar nafaqat o'quvchi qizlar iste'dodini yuzaga chiqaradi, balki ularning qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanishiga xizmat qiladi. Mana shunday tadbirlar muassasalarda davom etmoqda.